Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan teshik bo'lib chiqadigan bilinch tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi sut, qaynatilgan suv, shakar, un, soda, tuz, yog' hamda 3 dona tuxum. Idishimizga iliqdan sal issiqroq sut solamiz. Hamda shakar, sut, soda hamda yog'. 3 dona tuxumni chaqib qoldik. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirib oldik. Endi ozginadan elangan un solib aralashtirib olamiz. Mana massamiz ham tayyor. Uyuqqina bo'ldi. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Ko'mirlari qolishi kerak emas. Va hamda biz ahamiyat bergan bo'lsangiz issiq suv qo'shmagandik. Qaynoqqina issiq suv qo'shamiz hamda tez aralashtirib olamiz. Oldindan qizdirib olgan jitnitsamizga ozgina yog' solamiz. Mana azizlarim, ko'rib turganingizdek teshik bilinch hosil bo'ldi. Mana qaranglar azizlarim, qanaqa zo'r chiqdi. Teshik ham yumshoqqina.